Assalomu alaykum, hurmatli obunachilarim. Yaxshimisizlar? Charchamayapsizlarmi? Alohida qo'shni davlatlarga salom. Alohida bugun baliq ovidan dehqonchilik ko'rsatmoqchiman. Ya'ni tigro va ariq, o'zbekchasiga yo'lbars yong'og'i, mana bunaqa narsa sotib oldim. Operatorlik qilish uchun. Shu qistirib qo'ysa ikkita qo'lim ham bo'sh bo'ladi. Hozir tigro va ariqni qanday ekishni so'rashdi, bir video qilib qo'ying deyishdi. Xudo xolasa hozir o'shani ekamiz. Xo'sh, boshladik. Mana yerni kavlab qo'yganman. Mana bu tigro va ariq, mana o'tgan yil yozda kavlab olgandim. Suvga solib qo'yasiz. O'ziga suvni shishimi bo'lishi uchun yuvish shart emas. Keyin mana bu oxiridan shu bir 10-15 sm qoldirib, mana shuni 10-15 sm qoldirib, shunchaki tiqib qo'yamiz. Har taxminan 20 santimetrda. Bu xuddi kartoshkada ekanda bu. Hozir bu kosada 30 ta tigro va ariq bor. Bu xuddi kartoshkada ekan. Yonboshga ham, pastga ham, tepaga ham hosil beradi. Tiqib chiqqandan keyin bunaqasiga jo'ya olamiz. Men dehqon emas, so'kmaysizlar. Xo'sh, jo'yacha oldik. Endi bu ham taxminan mana shu yerlarga qo'yishni boshlaymiz. Bittadan ekib chiqsa ham bo'ladi buni. Va mana shunday qilib ko'mamiz. Shu zaylda davom etamiz. Buni ko'rsatib o'tirmayman. Dehqonlar o'zi yaxshi biladi. E'tiboringiz uchun rahmat.